Shaqir qilma. Mashinada telefon, pul, nima qimmat narsa bo'lsa, sekin chiqasiz. Keyin biz ham sekin suramiz. Keyin nima bo'lishini aytib beraymi? Mazi yo'qmi? San tiqtinam deylik. Ana og'ayning san tashab qochadi. San bo'lsa 10 yilga kesilib ketasan. Ichkarida san chiroyli hayot kutib o'tadi deb o'ylaysan. 10 yil umring to'rtta devorli g'ashini sanash bilan o'tib ketadi. Men bu o'rtog'ing bo'lsa, undan to'g'ri xulosa chiqarib oladi o'ziga. Karyera qiladi, oila quradi. Bir chekkada jimgina yashab yuraveradi. Tezakni qo'ssam. Bilasan nega bunaqa bo'ladi? Chunki pichoq sani qo'lingda turibdi. Nega sani hayotingizdan chiqib ketish kerak? Uni emas. Chiqdinam deylik. Oldingda na oshna og'ayning, na qarindosh urug'ing bo'ladi. 10 yil takka yo'qotaverasan. Arendaga mashina olib itdek kira qilib yurgan paytingda qizingni dorisiga pul topolmay siqilib bir chegada o'tirganingda o'zingga o'xshagan ikkita chimov kelib bo'yningga pichoq tiraydi. Balki ular esda qilar. Lekin kech bo'ladi. Tiq.